Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana rastalarimiz, mana mevalar. Ajoyib rastalarimiz. Tursunzoda shahrida bozorlar. Yuklar yaxshi bu yerda. Mana piyozlar. Kelib olishlaringiz mumkin. Bozorlik qilinadiganlar. Mana qassobxonalar ham bor. Yok pomidor bo'ldi, arzon. Guruchlar ham bor ekan. Kartoshkalar. Pomidorlar. Pomidor necha pul bo'lyapti, opajon? Pomidor 13 bering. Yo'q, 13 so'm ekan. Pomidorlar. Kartoshkalar 6,5 deyapti. Mana bu ikkinchi darvozasi. Mana kirishlaringiz mumkin. Birinchi darvoza. Shu birinchi darvozada mana bu yerda kiyim-kechaklar ham bor. Mana yog'lar, napitkalar, oppoyi napitkalar ham bor ekan. Rastalar. Mana soyabon chor ekanmiz. Soyabon chor. Mana kiyimlar, tulilar ayollarga. Sumkalar kerak bo'lsa, sumkalar ham bor ekan. Rossiyaga ketmoqchi bo'lsa. Xorijga yo'llanadi. Yuklar kelgan. Sotilyapti. Stenkalar. Ajoyib. Mana patinkalar. Turli tuman patinkalar. Mana shlopkalar, turli tuman shlopkalar. Soyabon chor. Turli tuman. Xo'sh, mana bu yerlarda ham mana soyabon 5, soyabon 5 yozilgan. Mana nimaiki narsa kerak bo'lsa, shu katta bozorda bor. Lekin mashina narsa qo'yishibdi. Stenka qilib, stenka mayda ajratilgan. Stenkasi mayda. Mana bu yerlarga zaniyalar qurilyapti. Qurilib ishga tushgan. Mana bu yerga ham. Tuxum beraymi? Ha? Mana o'rtoq joylar. Hamma narsa bor. Rahmat. Ajoyib. Kaçılar kabu? Ne? Ajoyib. Hey, formayazda. Assalomu alaykum. Guruchlar. Guruchlar. No'xat. Hamma narsa bor. Men mana o'g'linglar ham bor ekan.